arrendator bizani chopdi. Biznes ideyamiz va brendimiz paydo bo'lgandan keyin bizga kerak narsa bu joy. Ya'ni biznes qayerda ochamiz va qayerda o'z ishimizni davom etamiz. Biz rost juda ham ko'p joylarni qidirib chiqdik, lekin ko'pchilik bizga to'g'ri kelmasdi. Chunki yoki juda ham katta joy berilyapti yoki bo'lmasa juda ham qimmat. Ba'zilarida vроде бы hamma narsa yaxshi, lekin umuman trafik yo'q, ya'ni o'tdan odam o'tmaydi. Ko'p izlaganimizdan keyin mana nihoyat joy topdik. Arrendator bilan ko'rishdik, besh tashlandi. Lekin eng qiziq joyi, biroq telefon ko'tarmadilar. O'yladim, balkim dam olayotgandirlar, ertaga telefon qiladilar. Yo'q, ertasi kun telefon qilmay, yana telefon ko'tarmayapti. Ikkinchi kun kechki payt o'sha joyga borsak, уже odamlar remont qilishyapti. So'kmasdan nima deyish mumkinligini bilmayman rosti bo'tdi. Aynan shunaqa vaqtlarda odamni xayoliga har xil narsa kelar ekan. Balkim bu bitta belgidir, balkim biznes ochma degan ma'nodir bu, balkim taniki emasdir. Juda ham ko'p savollar kelar ekan.